Yaxshimsizlar, bugun oilada anjam pola etishni günimiz. Mazmunum yoqtirgan do'stlar, bir tal yurakni, alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Yulduz belgisini bosib saqlab oling. Oldi bilan qozonga 250 gram may qo'yib, 50 gram qo'ymay silib, bravars bir qo'riymiz. Keridan yarim tal piyozni silib qo'riymiz. Piyoz sarg'ayib, bravars puroq chiqqandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan 1 kilogram go'shtni solamiz. Go'shtni taxminan 5 minut qo'rib olgandan keyin go'shtni cho'yli bilan suzib elib olamiz. Hamda qalab chiqib to'g'rab olgan savizlarni solamiz. Savizlarni taxminan 5 minut atrofida qo'riymiz. Saviz va go'shtlarni qo'rgan vaqtida o'tni nihoyatda kuchli ochamiz. Go'shtniki ostiga chaplashib qolmaslik uchun go'shtni savizning ustiga tekshi yeytib to'kamiz. 1 kilo 800 gram suv quyib, suv qaynagandan keyin 3 quyuq tuz solib, tuz ta'min tangib olamiz. Polovning go'shtini 5 minut qaynatib olgandan keyin sho'rpadan 4 chimich sho'rpani ayirib elib olamiz. Soğuqchilab yemishtib olgan go'shtdan 2 kilogram go'shtni solamiz. Dastlabki qadamda tovoqni yepib 8 minut kuchli o'tda dumlab pishiramiz. Tovoqni echib, birinchi qatim o'rib tayyorlab olamiz. Birinchi qatim o'rib bo'lgandan keyin biz elib olgan 4 chimich sho'rpani quyib olamiz. Kenidan ustiga ozroq gulqoq va yemish uzumlarni silib o'tgandan keyin tovoqni yepib, ikkinchi qadamda 25 minut atrofida dumlaymiz. Ikkinchi qadamda dumlash vaqtida o'tni sham yo'riqida echib qo'yamiz. 25 minut vaqt o'tgandan keyin polovni elib, dastan bir to'kib, takshi aralashtiramiz. Kenidan taqsiga chiroyli qusib iste'mol qilsak bo'ladi. Yana bundan boshqa maxsus go'sht polov etish, alohida xand polov, yana quvvat polov etish, polovning mayin tashish qatorliq o'lchamlik darslarni o'rganmoqchi bo'lsanglar, 135 79 244 710 degan nomerni undan qo'shsanglar bo'ldi. O'rganish ajri haqi orallar 100 yuan.